Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Man shaba shaybatan fi sabilillahi kanat nuran lahu yawmal qiyamah." Ravohu Imom Ahmad. Imom Ahmad o'zlarining kitoblarida keltirganlar bu hadis sharifda Habibimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Qarang, kimni sochi Alloh yo'lida oqarsa, sochining har tolasi uning uchun qiyomat kuni nur bo'ladi." Qarang, Alloh uchun oqargan sochlar qanaqa sochlar desa, din diyonatda oqargan sochlar hisoblanadi. Namozda oqargan sochlar hisoblanadi. Ha, maylida madrasada o'qimagan bo'lsa ham mayli. Qori bo'lmasa ham mayli. Haligi oqargan sochlar egasi din diyonatda, ibodatda qarigan bo'lish kerak. Alloh xudo deb yashagan bo'lish kerak. Gunohlardan qaytib, qo'lidan kelgancha savobli amallarga o'zini hayotini tikkan odam bo'lish kerak. Ana shundoq bo'lsa, har bitta tuki, sochimizni qancha tuki bor endi, har bitta tolasi qiyomat kuni nur bo'ladi. Endi shu hadisga sharhlagan ulamolardan birlari Haskafiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, qiyomat kuni mahshargohda yo'l ko'rinmaydigan tumanga o'xshagan holat bo'ladi. Kimi iymoni kuchli bo'lsa, iymoni nuri o'zini oldini yoritib ketadi. Mahshargohda to hisob kitob qilinadigan o'rnigacha yoritib ketadi. Qolganlar so'raydi: "Bu nur qayerdan keldi?" Yaltamisu nura. Bu nurini ushlab olaylik endi, qayerdan keldi deb turib, haligi munofiq, kofir va boshqa toifadagilar musulmonlarni shundoq ushlamoqchi bo'lishadi. Endi mana bu hadis sharifni keltirayotganlar-chi desa, qarang, har bitta tuki, dinda oqargan sochlar, tuklar har bittasi chiroqdek nur bo'lib yoritar ekanda yo'lini. Va mana shu o'zi asli simma debdilar. Simma degani belgi degani. Ko'rgan odam birdaniga qiyomat kunida ko'rar ekanki, bu Allohning suyuklik ahllaridan deyilar ekan. Allohning suyukli kishilardan ekan. Endi buni nurini ko'ring. Ana shu nur bilan to'g'ri jannat ham nur va mana shu soch egasi ham, soqol egasi ham nur. Albatta nur bilan bitta bo'ladi deb turib ular nima qilar ekan? Madh qilishar ekan. Qiyomat kunida.